Mag'lubiyatga qaramay, Lamine Yamal raqib jamoani g'azablantirdi. Hissiyotlar kuchli edi. Ba'zi o'yinchilar u bilan to'qnashmoqchi ham bo'ldi. Vinicius yig'ladi. Carvajal va Courtois ko'z yoshlarini yashira olmadi. Lamine esa ularni tunnelda uchrab, mojaroni hal qilishga chaqirdi. Bu vaziyat g'olib jamoa o'yinchilarining norin xatti-harakatini ko'rsatdi. O'yin davomida Carvajal Laminga ko'p gapirganini tan oldi va jahl bilan o'zini tuta olmadi. Vinicius almashtirilgach, tunnelda Yamal bilan mojaroni davom ettirdi. Hatto Courtois ham keskin vaziyatga aralashib qoldi. Ammo Lamine xotirjam edi. U faqat bir gapni aytdi. "Kel, tunnelda gaplashamiz." Raqiblar g'alaba qozongan bo'lsa ham, ularning xatti-harakati uyatli edi. Bu holat Barselona soyasidan chiqolmayotgan jamoaning holatini yaqqol ko'rsatdi.